Somsani zo'ri qalbimni qo'rri va yemaganlarni sho'rri. Dunyoga mashhur Jizzax somsasi. Tayyorlab ko'ramiz. Qani ketdik. 500 gram suv, 1 osh qoshiq tuz, 100 gram yog' solib aralashtirib olamiz va keragicha un solib xamir qorib olamiz. Tayyor xamirni dam oldirishga qo'yamiz. 1 kilo mol go'shti. Go'sht lahm son qismidan ishlatdim. Go'shtni katta kubik shaklda qilib to'g'rab olamiz. 3 bosh piyozni to'g'rab olamiz va mol yog'ini katta kubik shaklda har bir somsaga bir bo'lakdan qilib to'g'rab olamiz. 1 osh qoshiq tuz, ko'pgina zira va tabga qarab ozgina murch qo'shamiz. Yaxshilab ezib aralashtirib 3-4 soatga marinovka qilib qo'yamiz. Dam olgan xamirdan xuddi shunday zuvalachalar yasab olamiz. 8 ta somsaga zuvalalar chiqdi. Va ularni paketga solib qo'yib, dumaloq shaklda yoyib olamiz. Xamirni o'rtasini qalinroq, chetlarini yupqaroq qilib yoyamiz. Va o'rtasiga marinovka bo'lgan go'shtlarni solib, atrofini chimdib, dumaloq shaklda tugib chiqamiz. Tugilishida yaxshi tugilganiga ishonch hosil qiling. Bir dona tuxumni oq va sarig'idan ajratib olamiz. Tuxum oqini somsalar orqasiga yaxshilab surib olamiz. Somsalarni duxovka listiga terib, avvaldan yaxshi qizigan duxovkaga 180 gradusga somsalarni qo'yamiz. Avval tepaga qaratib, keyin pastga qaratib pishirib olamiz. Somsalar xuddi tandirdan uzilgandek shu ko'rinishda ajoyib bo'lib pishadi. Somsalar tayyor. Siz ham tayyorlab ko'ring. Bu videoni sizga Jizzax somsasi olib bermoqchi bo'lganlarga yuborib qo'ying.